Keling, Salom yonimizga otajon. o'tiring. Salom otajon, keling. Marhaban. Haligacha bizdan xafamisiz otajon? Kechagi gapni gapirishdan foyda yo'q. Va men uni davom ham ettirmoqchi emasman. Xo'p bo'ladi otajon, xohlaganingiz bo'lsin. Biroq sizdan faqat bir narsani so'raymiz. Kecha sizga taklif qilgan narsamiz haqida yana bir o'ylab ko'ring. Balki biz haqqimizda ham shunday taklifni qabul qilarsiz. Men bu haqda allaqachon o'ylab ko'rganman va tushunib yetdimki, bu zarar keltiruvchi taklif. Oxir oqibat esa sharmandalik va pushaymon, nadomat bo'ladi. Men esa sizga boshqa bir taklif bilan keldim, hurmatli bog' egasi. Xush kelibsiz mehmon. Keling, o'tiring. Dam oling. Ey yigit, Labbe boshliq. mehmon uchun sovuq suv, taom va mevalar olib kel. Xo'p bo'ladi, hozir. Hurmatli mehmon, biz siz bilan oldin uchrashganmizmi? Yo'q. Men shunday o'ylayman, uchrashmaganmiz. Men juda ham uzoq o'lkalardan keldim va bu yurtga ilk marta tashrif buyuryapman. Kechirasiz mehmon. Bu yerdan tashrifingizga maqsadingiz nima? Men boy savdogarman. Qimmatbaho narsalarni qadrlayman. Sizni bog'ingiz va hosilingiz haqida gap so'zlar uzoqlarga yetib borgan. Shuning uchun men sizga bugun rad etib bo'lmaydigan bir taklif bilan keldim. Davom eting ey janob. Mevalarni olib keldim. Uni mehmonni oldiga qo'ying o'g'lim. Marhamat. Bismillah qilib taomlaning. Rahmat. Men och emasman. Men sizni bog'ingizga hosil sotib olmoqchiman va kelasi yilgi hosil uchun ham sizlarga avans to'lashga tayyorman. Qancha to'laysiz? Sizni hosilingizni yarmiga teng og'irlikda sof oltin to'layman. Nima? Qancha? Bu yaxshi taklif emasmi? Nega bog' hosili uchun bunchalik ko'p oltin to'layapsiz? Bog'ingizni mevalari bundan ham qimmatga arziydi, janob. To'g'ri aytdingiz. Bog'ning mevalari bundan ham ko'proq arziydi. Lekin muhim bir narsa bor. Bu bog' menga tegishli emas. Shuning uchun men uning hosilini sota olmayman, hurmatli mehmon. Nima deyapsiz otajon? Demak, bog'da sheriklarimiz bormi bizni boshqa? Yo'q. Butun bog' bizga Allohning omonatidir. Biz faqatgina ehtiyojmand va kambag'allar bog'ning haqiqiy egalari. Uning uchun biz xizmat qilyapmiz. Biz esa faqat o'z ehtiyojimizni qondirib, Allohning inoyati bilan o'rgatadigan bahramand bo'lamiz. Hurmatli mehmon, bizni sotiladigan hosilimiz yo'q. Agar xohlasangiz taomlaning. Kel o'g'lim, ketaylik. To'xtang otajon, bu masala haqida yana gaplashishimiz kerak. Men biror yerda xato so'zlab qo'ydimmi? Yigitlar, aksincha, siz to'g'ri gapirdingiz, hurmatli mehmon. Xo'p, men hozir ketishim kerak. Lekin esda tuting, taklifim haligacha kuchda. Agar otangizni ko'ndira olsangiz, u sotishga rozi bo'lsa, men kutaman. Lekin bir narsani esdan chiqarmang. Otangizni g'azabini qo'zg'atmaslikka harakat qiling. Kechirasiz janob. Bo'lib o'tgan voqealardan biz sizdan kechirim so'raymiz. Hech qisi yo'q. Balki tez orada ko'risharmiz. Alloh sizga shifo bersin otajon. Subhanalloh va bihamdihi. Subhanallohul azim. Alloh senga baraka bersin o'g'lim. Aytgancha, akalaring qayerda? Biz shu yerdamiz otajon. Bugun ahvolingiz qanday? Yaxshi, alhamdulillah. Ishlaringizni tugatdingizmi? Ha otajon. Va biz sizga yana bir maslahat bilan keldik ota. Qanday maslahat? Kechagi mehmon bizga zo'r taklif bilan keldi. Qanday qilib biz kambag'allarga sarflagan pullarimiz bo'yicha kelisha olmay qolyapmiz bu odam bilan? Qanday qilib kelishishimiz mumkin? Agar u bog'imizni sotib olsa, kambag'allar endi bizga kelib o'zlarining haqlarini talab qilmaydi. Unga murojaat qilishadi. U ularga bersa ham, bermasa ham bu uning ishi bo'ladi. Ey akalar, otamiz hozir dam olish kerak. Bu masalada muhokama qilishning vaqti emas hozir. Yo'q. Aynan hozir shu masalani yechishimiz kerak. Endi meni yaxshilab tinglanglar. Bog'imiz har yili shu holatda qoladi toki men Robbimga yetishgunimcha. Endi bu masalani muhokama qilishni bas qilinglar. Ammo bu adolatdan emas otajon. Biz bog'imizni egalari emasmizmi?
qanday qilib bizni ulushimizni kambag'allar, muhtojlar, qushlar va hayvonlar... Men shunday qildim. Va kambag'allarni shunga o'rgatdim. Bu mening qarorim. Ammo otajon, bu sarf xarajatlar bilan pullarimiz tugab qolmaydimi? Yo'q, aksincha, bu sarf xarajatlar bilan pullar ko'payadi va baraka topadi. Men yoshligimdan shunday qildim. Keksa bo'lsam ham shu yo'ldaman. Endi qarib qolganimda uni tark etishim hech ham to'g'ri kelmaydi, bolalarim. Alloh umringizga baraka bersin otajon. Akalarim bu masalani muhokama qilishmoqda. Ular buni yaxshilik deb bilishadi. Balki ular adashgandir, lekin oxir oqibat bu qaror sizga tegishli. Bu masalada ortiqcha e'tibor bermang. Sen nima deb o'ylaysan? Otamizni bu ishlari bizning kambag'alligimiz va muhtojligimizga sabab bo'layotgan narsani ko'rmayapsanmi? Agar biz boyligimizni faqat o'zimiz uchun ishlatsak, shahar boylarining eng boyiga aylangan bo'lardi. Yoki hech bo'lmaganda kechagi savdogarning taklifini qabul qilsak, meni sochlarim oqarib ketdi. Tanam ozib, kasalliklar meni qamrab oldi. Meni soatim yaqinlashmoqda. Tez orada men Robbimga boraman. Siz bog'ni, boyliklarni, qo'ylarni, chorvani hammasini meros qilib olasizlar. Sizlarda ikkita yo'ldan birini tanlaysiz. Agar sarflasangiz, Alloh sarflaganingiz o'rnini to'ldirishga va'da bergan. Agar tutib qolib bermasangiz, Alloh tutib qolganlarni kishiga yo'qotishlikni va'da qilgan. Va Alloh siz haqqingizda hukmi bajariladi. Meni qarorim qat'iy. Endi bu mavzuda ortiqcha gap so'z bo'lmaydi. Meni yolg'iz qoldiringlar, yolg'iz qoldiringlar. Bu haqda gapirishimizni endi umuman foydasi qolmadi. Otamiz bizni kamsitib, haqorat qilmoqchi. Go'yo bizni xo'rlamoqchi. U bizni dushmanimiz kabi kambag'allarni bizdan ustun qo'yib, ularga mehr berayotganini ko'rmaysizmi? Kechirasizlar, janob. Biz ochmiz. Bizning hech narsamiz yo'q. Biz buni qara. Ular hatto kechasi uyimizga ham yordam serib kelish darajasiga yetib kelishdi. Go'yoki biz ularning xizmatkor bo'lishimiz kerakdik. Kechirasiz, boshliq. Lekin biz boqqa borgandik. U yerda hech kim yo'q ekan. Xo'sh, nima kerak edi? Faqat biz Alloh sizga ato etgan ne'matlardan ulush olmoqchimiz, janob. Hosil bo'lingan. Bizda beradigan sizlarga boshqa hech narsa qolmadi. Bu yerdan keting va qaytib kelmanglar. Alloh sizni kechirsin, janob. Biz otangizni ko'rishni xohlaymiz. Sen kimsan? Otamiz bilan uchrashish uchun bizni uyimizga kelibsan. Mana ularni qara, o'zini haqqini talab qilgandek kelishini qara bulardi. Otamizning kamtarligi ularni o'zini unutishga va bizga nisbatan hurmatsizlik qilishga olib keldi bulardi. Ketlaring, qaytib kelmanglar. Kelmanglar qaytib va oyoqlaringizni bog'imizga qo'ymanglar ham. Va qaytib kelmanglar. Ammo bu otangizni xafa qiladi-ku. Axir u ularning haqqi-ku. Aka, yetar. Shuncha xo'rlik bizga kifoya. Ey janoblar, Allohdan qo'rqinglar. Otangizni mehrini bizdan kesmanglar. Tushunishmayapsanmi senlar? Ketlarning ko'z oldimizdan, yo'qol. Tinchlan-ku. Biz qarindoshlarimiz va qo'shnilarimiz bilan shunday muomala qilmaymiz. Kechirasiz, hurmatli mehmonlar. Otamiz kasal va to'shakda yotibdi. Sizning oldingizga chiqa olmaydi. Kasalmi? Qachondan beri? Iltimos, biz uni ko'rib ahvolidan xabar olishimizni istaymiz. Kechirasiz. Hozir u uxlayapti. Ertaga kelib, bemalol kelib ko'rib ketishlar mumkin. Xo'p bo'ladi, janob. Ertaga kela qolamiz. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsizlar? Biz hozir uyga ketyapmiz. Ertaga ziyoratlar uchun ertaga kelamiz. Yo'q. Siz o'z ulushingizni to'liq olmagunizcha ketmaysiz bu yerdan. Marhamat, bu yoqqa yuringlar. Siz ham xuddi otangiz kabi mehribon ekansiz. Alloh u kishiga shifo, sihat, salomatlik bersin. U o'z ulushidan ularga bo'lib beradi hozir. Qarang buni. Otamiz singari u ham yordam berishdan baxtiyor. Bu bizga tegishli emas. Faqat men shuni o'ylaymanki, u bog' va hamma narsani meros qilib olganimizdan keyin bizga qanday qilib to'sqinlik qilish mumkin ekan? Nima deyapsiz? Otamizni o'limini xohlayapsizmi? Jinnimisan? Yo'q, albatta.